Karimov SSRni saqlab qolish uchun o'z imkoniyatlari doirasida nihoyatda qattiq kurashdi o'sha paytda. Karimovni asli o'sha qonida, fitratida, boshqasida Rossiyaga, ruslarga nisbatan muhabbat boshidan ham juda kuchli edi. Buni albatta xalqqa boshqa tarzda ko'rsatib kelishdi, lekin faktlar fakt. Masalan, hozir endi ba'zilar buni Karimovni yaxshi tomoni ham deyishi mumkin. Chunki SSRni qo'msayotganlar hozir kuchayib qoldi-da, hali ahvol og'irlashgandan keyin. SSRdan keyin O'zbekiston Karimov davri yomon bo'ldi, Karimov davridan keyin hozir Mirziyoyev davrida ahvol yana ham yomonlashgani uchun o'sha davrda qo'msayotganlarga bu bir nima ham bo'lishi mumkin. Karimov SSRni saqlab qolish uchun o'z imkoniyatlari doirasida nihoyatda qattiq kurashdi o'sha paytda. Uning bir qancha mana gazetalarda turibdi, biz konfederatsiyani istaymiz yoki biz o'sha ittifoq shartnomasini tuzamiz degani yoki 91-yilda mart oyida o'tkazgan referendumda o'zbek xalqi 93.7% bu SSR qolsin deb ovoz berdi degan. Vaholanki 6 oydan keyin yana o'zbek xalqi 99% chiqamiz deb ovoz bergandilar. Ammo lekin juda qattiq harakat qildi. Faqat o'zini shaxsiga tahlika paydo bo'lgandagina mustaqillikni e'lon qildi. Bugun odamlar aytadiki, bu mustaqillik SSR yiqilib keldi deb. Bu mutlaq noto'g'ri fikr. Mustaqillik O'zbekistonga 1990-yil 20-iyunda kelgan. Hali mustaqillik haqida hech qayerda gap bo'lmayotgan paytda. O'sha dastlabki birinchi mustaqillik deklaratsiyasini aytyapsiz. Albatta o'zbek xalqi o'shanda mustaqillikni e'lon qildi. O'zbek xalqi deyapman. Chunki u yerda deputatlar hammasi o'zbek xalqining vakillari edi. Ko'plari erkin saylangan. Xalqning vakillari xalqning nomidan mustaqillikni e'lon qildilar. Agar Karimov haqiqatan ham O'zbekistonni o'ylaganda, xalqni o'ylaganda, o'zini o'ylamaganda, o'sha mustaqillik deklaratsiyasini keng muhokama qildirardi, lekin umuman unuttirdi. Bir yil davomida uni gapirishga qo'ymadi, eslashga qo'ymadi. Qachon GKChP bo'lib, GKChPning rahbarlari qamalib, Karimovni ham tekshiramiz deyilgandan keyingina bu e'lon qildi mustaqillik. Va hech kim chapaychamasa nimaga chapaychamayapsizlar degan. Albatta unda hammamiz tushunganmiz. Hammamiz tushundik. Chunki o'sha paytda nimada SSR Oliy Sovetida regional deputatlar kengashi bor edi. O'sha yerda jiddiy gaplar bo'ldi. Karimov buni qo'llagan GKChPni, Karimovga yuborgan telegrammasi turibdi. Bu masalani bu faqat bu guruhgagina emas, Karimovga ham qo'shaylik bunga degan gaplar bo'lgandan keyin 2 kundan keyin bu e'lon qildi.